ota-onangiz vafot etgandan keyin ularni orqasidan yig'lab, ko'z yosh to'kib, qon yig'laganingizning foydasi bo'lmaydi. Ko'pchilik vatandoshlarimiz ota-onasi vafot etgandan keyin, ota-onam tirik bo'lganda bunday yaxshilik qilardim, falon sayohatga olib borardim, mana bunday taomlarni yedirardim deb afsus chekib o'tiradi. Ayniqsa ba'zi insonlar ota-onam tirik bo'lganda edi, Ravzaga, Payg'ambar alayhisalomning salomlariga, Masjidul Haromga, Masjidul Nabaviyga, umra va hajlarga olib borar edim, yelkamda ko'tarib olib borardim deya afsus chekishadi. Aslida biz uchun yetarlicha imkoniyat va vaqt har doim berilgan. Faqatgina biz buni dunyo tashvishlari, hayotning turli xil sinovlari va eng yomoni pul topish uchun ishlatib, ota-onamizga vaqt ajrata olmaymiz. O'lgandan keyin esa afsuslanishimizning foydasi yo'q. Agar siz ham afsuslanib qolishni istamasangiz, men sizga ajoyib bir taklifni aytmoqchiman. Noyabr oyida havo salqin bo'lgan payt Madina va Makka shahri o'ta go'zal tusga kiradi. Ayniqsa Ravzada, Masjidul Nabaviyda, Masjidul Haromda ota-onangiz sizning haqqingizga duo qilishligini bir ko'z oldingizga keltiring-a. Rasmiy litsenziyaga ega, malakali va ilmli ellikboshlari mavjud bo'lgan va 2 haram hududiga yaqin mehmonxonalarda joylashgan Ixlos Travel umra firmasi sizlar uchun noyabr oyi qabullarini ochiq deb e'lon qiladi. Noyabr oyida ota-onangizni istang o'zingiz olib boring, istang ularni ikkisiga hadya qilib yuboring. Inshaalloh haqqingizga Ka'baning oldida turib duo qilgach, o'zingiz buning lazzatini his qilasiz.